Assalomu alaykum. Sizni Oqsaroy haqida qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring, sahifamga obuna bo'ling va har bir haqida alohida to'xtalib o'tamiz. Bu yerda mana hozir ko'rib turganimiz tepa qismida o'sha mehrob, qubba yopilgan qismini o'ng qo'l tarafda qarasak, bitta qora gul bor va bitta yaproqchasi yashil. Bitta yaproqchasi yashil qismini ko'rib turibmiz. Juda ham shaklli. Bu qora gul o'zi nima? Qanday ma'noni bildiradi? Nima uchun aynan Oqsaroy yuzida qora gul qo'yilgan? Nima uchun bitta bargchada qora rang yetmay qolgan? Ko'pchilik aytadi Oqsaroy yuzida bitta bargda qora rang yetmay qolgan. Yo'q, Oqsaroyda bunday bo'lishi mumkin emas. Aynan ranglar bilan Oqsaroyda bunday bo'lishi mumkin. Nima uchun? Ko'pchilik savol beradi. Nima uchun qora gulning yaproqlari 5 tasi qora, bittasi yashil? Nima uchun 8 ta emas? Nima uchun 10 ta emas? E'tibor berib qaraydigan bo'lsak, islom so'zida ham, dinimizda ham 5 ta harfdan iborat islom so'zi ham. Va bu yerda 5 ta farzimiz degan ma'noda ham keladi. Va yashilligi, yashil barg u jannatning belgisi. 5 ta farz amalga oshir va bu yerda jannat. Qur'onda ham qora rang 8 xil usulda zikr qilinadi. Qora rang asli hayot ramzi. Ko'pchilik o'sha qora rangni zulmat ramzi, qorong'ulik deydi. Lekin qora rang asli hayot ramzi. Bu yerda payg'ambarimiz ham qora salla kiyib yurganlar, o'sha qora salla kiyib yurganlar va buni tarixi hozirgacha noma'lum. Nima uchun bu gullarga e'tibor qaraydigan bo'lsak, bu gul boshqa, bu gul boshqa. Hattoki gullar bir-birini qayta takrorlamaydi. Mana bu qismda ham qarasak, bu yerda 5 ta yashil gul va bitta qora gulni ko'rishimiz mumkin. Endi bu qanday tarixga ega? Bu nima demoqchi? Bu yerda piramida shaklini va bu burchakda mana qora gul, bu yerda esa yashil gullarni va hattoki gullar bir-birini qayta takrorlamasligini ko'rishimiz mumkin. 4 ta qora gul bir-biriga qarama-qarshi tarafda, bu yerda eski kufiy xatida payg'ambarimiz ismlari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ismlari yozilgan va buni to'g'risi esa yashil gulni bitta bargchasini ichi qora.